farzandlari Hazreti İsa, Yahya aleyhisselam ham İbrahim aleyhisselamdan talqigan shular, Nuh aleyhisselamning farzandlari. Kullun minas-solihin ve İsmail. Bularda hammasi solih odamlar bo'lib, hech qanday bularda gunoh, noto'g'rilik, bunaqa ishlar yo'qdi bularda. Pokiza odamlar. Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lut. Ve kullan faddalna. Mana shu payg'ambarlarda hammasiga fazilat berdik. Boshqa olamdagi boshqa insonlar hammasiga ularni ulug' qildik. Ve min abaihim ve zurriyatihim ve ihvanihim ve istebeynahum ve hedeynahum ila sıratın müstakim. Mana bularda hammasini Xudoy taolo aytyapti. Hidoyat yo'liga soluvdik bularni. Hammasini payg'ambar qilib yubordik. Boshqalarga ham yo'l boshchi bo'lsin deb yubordik. Bittasi jasad, shu jasad. Bittasi jon. Shuni haqiqatga solgan jon. Uchinchisi ruh. Sizlar doktoriy yo'l bilan ruhga qoyilmisizlar, yo'qmi? Yo jon bilan ruh ikkovi bitta deysizlar? Bu yerda undagi qo'shbo'g'o bizlarni doktorligimizda Tibetskiy deydi, Tibet. Bunda bizda asosiy shu qonga qilishadi. Shu jonni qondan iborat deydi. Ha, shunday deydi. Bu ruh aqlli qon boshqa, jon boshqa degan gap yo'q. Bizlarda yana bir jiddiy kamligimiz şeydir bu. Mijozni ham tasdiqlaydi. Mijoz. Odamning mijozi bor-ku, bir xil odamning mijozi savob. Bir xil odamning savob, o'rta. Shu har bittasini ular taqsim etadi yana. 20'dagi yana taqsim etadi. Ana shu narsa bizda hozir yo'q. Shuni biz 82 topishyapti. Shunga ish qilishyapti endi. Hali bunchalik bunga mana bu jon biz ruhni jondan boshqa deymiz. Ruh boshqa, jon boshqa. Masalan, bir odam uxlagan vaqtida ruhi shuni jasadidan chiqib ketadi. Ammo jon shetda turadi. Nafas olib turadi. yo'q endi o'sha. Ruh yo'q. Ruh ketadi. Haligi ruh borib arvohlarga qo'shiladi. O'lib ketgan odamlarga ruh bilan birlashadi. Shular bilan gap so'z qiladi. Shulardan ba'zi bashorat oladi. Yangi xabarlar oladi. Mana shunaqa shu indan keyin qachon bu odam uyg'onish oldidan ruh kelib darrov jasadiga joylanadi. Ana shunday deydi. Bunisi haqiqatni to'g'ri. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'zi yaxshilar. Chunonchi odamni otasi o'lib ketgan, onasi o'lib ketgan. Shularga ruhi yo'q.
ruh yo'q bo'lmaydi deydi. Bizni kitoblarda ruh hargiz yo'q bo'lmaydi. U yuraveradi. Hop, jasad yo'q bo'lib ketadi, chiriydi, bo'ladi, yo'q bo'lib ketadi. Lekin undan chiqqan ruh